Tarbiya farzand uchun eng muhim vazifalardan. Hazrati Ali aytadilar: ilmi bor bo'lsa-yu, lekin adab bo'lmasa, inson izzat sharaf topmaydi. Hasan Basri aytadilar: man la adaba lahu la ilma lahu. Odobi yo'q odamni ilmini e'tibori yo'q. Ilm bor, adab yo'q, ilm bekor ekan. Dinimizdan asosiy maqsad azizlar bu odob. Din butkul odobdan iborat. Ibodati bor, ilmi bor, adab bo'lmasa u bekor bo'lib qoladi azizlar. Dinimizda eng katta narsa bu odob bo'ladi. Ilm odobdan keyin turadi. Shunaqa fatvolar bor. Ilmsiz odobli odam ilmli beodobdan yaxshi. Ilmsiz odobli odam yaxshi. Ilmli beodob odamdan. Ilmi bor u adab bo'lmasa u kerak emas ekan bizga unaqa ilm. Birinchi narsa azizlar bu odob. Odob avvalambor ota-onadan. Mana shu farzandlarimizga ayniqsa mana kechqurun yig'ilganda shomdan keyin xon taxta atrofida azizlar ko'proq suhbat qilishimiz kerak. Hozir mana televizor hamma xonadonda o'chmaydi, kechasi 10-11 gacha. O'shani biroz o'chirib qo'yib, qani bolalarim deb o'tirib amr-u ma'ruflarda eshitamiz. Juma suhbatlarini eshitamiz. Kitob o'qiymiz, diniy adabiyotlarni o'qiymiz. Bilganlarimizni bolalarimizga aytishligimiz kerak, nasihat qilishligimiz kerak.